Dunyoni hayosizlik balosidan nima qutqaradi? Zulayxoga boqmagan Yusuflar qutqaradi. Ertadan kechgacha yo'lini poylagan go'zal qizlarning yonidan yerga qarab, sassizgina o'tib ketgan Mus'ablar qutqaradi. Ayollar qatnashgan izdihomlarda poyafzalining uchidan boshqa yerga qaramagan Usmonlar qutqaradi. Faxsh ildizlarni beomon qo'porgan Umarlar qutqaradi. Ammo qani ular? Bugun o'zining ahli ayolini nomus o'rnida ko'rib, boshqaning ahli ayolini ov o'rnida ko'radigan Abu Lahablar ko'paydi. Vaholanki, Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday ogohlantirgan. Mo'min erkaklarga ayting, ko'zlarini haromdan saqlasinlar. Nur surasi 30-oyat. Hazrat Ali roziyallohu anhu o'z davrida erkaklarga bir o'gitni qayta-qayta takrorlagan. Tasattur faqat ayollarga xos deb o'ylamang. Erkakning tasatturi uning ko'zlaridadir. Gunoh ayol uchun nima bo'lsa, erkak uchun ham xuddi o'shadir. Ayolga og'ir hukm, erkakka yengil hukm yo'q. Erkakchilik deya oqlangan oyat ham yo'q. Allohning hukmi ikkisi uchun ham tengdir. Ibn Abbos roziyallohu anhu bunday deydi: hayo bilan iymon bir-biri bilan o'zaro bog'liqdir. Agar ulardan biri yo'qotilsa, ortidan ikkinchisi ham ketadi. Demak, dunyoni hayosizlik balosidan erkakning hayosi qutqaradi. Ba'zi benomuslar yigitlarga tiz cho'kishni targ'ib qilayotgan bir paytda mana bu yigit asl o'zbek o'g'loni qanday bo'lishi kerakligini amalda ko'rsatib qo'ydi. Nima yurish u yarim yalang'och? Ochiq-ochiq. Chiroyli. Nima uni yalang'och bo'lsa? Ertaga shunaqa. Kelasizmi? Chiroyli bo'ladi. Kelasizmi oldingiz? Ko'chada yurishga ham qo'rqib qoldik. Ertadan qo'lda pichoq yo'q. O'ldirib qo'yish mumkin bo'lmasa. Ba'zi birovlar biz demokratik davlatda yashaymiz, har kim xohlagancha kiyinib yurishga haqli deb aytishi mumkin. Shuni yana bir bor ta'kidlayman, demokratiya degani bu xohlagan ishni qilish mumkin degani emas, aksincha, ko'pchilik tomonidan qabul qilingan qoidalarga bo'ysunib yashash kerak degani. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasiga binoan jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzish qat'iyan taqiqlanadi. Bu degani kimdir jamiyatda umum qabul qilingan qadriyatlarni oyoq osti qilib tanasining istalgan qismini ochib yuradigan bo'lsa, javobgarlikka sabab bo'ladi. O'z o'rnida shuni ta'kidlamoqchimanki, mana shunaqa ayollarning nomusini o'ylaydigan o'g'lonlarimiz bor bo'lsin. Ayollarni qizg'anmaydigan va ularni himoya qila olmaydiganlar esa xor bo'lsin. Vatan omon bo'lsin.